Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun yana bir mijozimizning uyiga 3 ta mebelimizni o'rnatib berdik. 2 ta katta spanning va bitta kichkina detskiy spanningimiz bor. Ko'rishingiz mumkin, birinchi mebelimiz Nova modelimiz. Uylariga juda ham chiroyli yarashdi. Kravati, chesteri, shkafi, termos. O'rtasida chiroyli chiqdi lekin. Endi ikkinchi spanningimizni ko'ramiz. İkinci spanningimiz best spanningimiz. Bu ham juda ham chiroyli tushdi. Uylariga kravati, sofasi bilan shkafi. Üçüncüsü detskiy mebelimiz. Bunu ko'ramiz hozir. Maya modelimiz. Buni kravatini 1 o'nli qilib berdi, o'zi 92 bo'ladi. Termos, shkaf va dars qilish uchun partasi. Bu ham xonalariga juda ham chiroyli tushdi. Kimga shunaqa mebel kerak bo'lgan bo'lsa, bizlarning kanalga obuna bo'linglar. Like tugmasini ham bosib qo'yinglar.